Hey, malaylar ham qizlar, salam! Sizning bilan bugun men Shoyan rassam. Sizni o'zimning do'stlarim bilan tanishtiraman. Mana oq qog'oz biti, turli tusdagi bik motor bo'yov qarandoshlari, ular rasmni bo'yash uchun kerak. Qora marker esa surat tushirga kerak bo'lacak. Aylagiz, o'zimizga yangi do'st rasmini yozsak. Ul qarbiz bo'lar. Marker bilan mana shunday siziq sizamiz. Siziqdan yarım to'garak yasaymiz. Onları tag'in bir yarım to'garak yasaymiz. Bu kesilgan qarbiz tilimi bo'lar. Onun yanında tag'in bir qarbizni yasab qo'yik. Ul bek jingil bo'lar. Zo'r to'garaksiz qarbiz ishinde irliqlar yasa. To'garak qarbiz ustine sapog'in yasab qo'yik. Mana shunday usul bilan. Meni martdan qabatlag'iz, ham esigizda qoldirig'iz. Mana shu shunday do'lqinli siziqlar bilan qarbizni bezaymiz. G'odiy to'garagimiz ship-shin qarbizga aylana. Siziqlarni tushirib bitirgach, surat hazır deyargala bo'la. Bo'ldi. Hozir endi bu isig'ina qoldi. Qarbizning ishi nindi tusda bo'lgan, siz barig'izda bilasiz. Qizil qarandosh olib bo'yi boshlaymiz. Urliqlarin bo'yamishi qoldirig'iz yemi? Olari qizil tugul nindi tusda? Ayayi qora tusda. Qip-qizil qarbizlar bek ta'milli bo'la. Lekin qarbizni kesmishi onun nindi ekanini bilib bo'lmay. Shunga ko'ra qarbizni saylovi ay bigavur. Shuni unutmag'iz, eng ta'mli qarbizlar yay oxirindagina sotila boshlay. Ya, bo'lami qizil tuska bo'yab? Bek yaxshi. Alla bitirdingizmi? Hey! Menimda ishim bitdi. Qarbizning qiriyi jiran tusda bo'lar. Shunga ko'ra biz qizg'il sora qarandosh olamiz. Yagizali bo'yab qo'yik. Qarandosh bilan chetga chiqmag'iz yemi? Rasmimiz chista ham puxta bo'lsin. Mana shulay. Hozir endi urliqlarni bo'yasakta bo'la. Nindi qarandosh olam? Qo'yi zangar tuska bo'yasak qiziqroq bo'lar deb o'ylayman. Biz bit Shoyan rassamlar, g'odigina rasmlar yasamaymiz. Qarbizning ishindagi urliqlarini bo'yab bitiramiz. Hozir endi qarbizning tishin bo'yarga tutinamiz. Boshda kesilgan qarbizning tishin bo'yiq. Ondan so'ng ochiq yashil tusdagi qarandosh bilan qarbizning bo'y-bo'y siziqlarini bezarmiz. Shiratdan biroz ora qoldirib bo'yimiz. Sizga bog'lar bir kengash berasim kela. Qarbizning eshigini osholsa-da, tishin baribir yuvarg'a kerak. Shu turida unutmag'iz yemi?
Буяп чыккач, калган юлларында матурларга онытмагыз. Моның өчен без куе яшел төсле карандаш алабыз һәм буй башлыйбыз. Күрәсезме? Яшелнең төрле төсмерләре карбыз рәсемен чын карбыз төсле итә. Буяганда ашыкмагыз. Төсләр бер-берсе белән кушылмасыннар. Буламы, дуслар? Бик яхшы. Карбыз рәсемен ясау аңлагансыздыр инде, бик җиңел. Калган юлларны да буяп чыгыйк. Сабагы турында да онытмагыз. Ул да яшел төстә булырга тиеш. Бик яхшы, дуслар. Афәрин. Булдырдыгыз. Карбыз рәсеме әзер. Тәмле булсын. Шаярам, дуслар. Рәсемнәрне ашарга ярамый. Киләсе очрашуларга кадәр.